Menimcha orangizda kelajakka borishni bir marta bo'lsa ham orzu qilmagan odam bo'lmasa kerak. Qiziqda sizning do'stingiz qanday ko'rinishda bo'ladi? Odamlar qanday transportdan foydalanishadi? Shaharlar yana qanday texnikalar bilan jihozlanadi? Bir qarashda imkonsiz ko'rinishi mumkin, lekin biz sizga bugungi rolikda shunga o'xshash narsalarni, haqiqiy dalillarni ko'rsatamiz. Bu dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bunga ishonish-ishonmaslik o'zingizga havola. Demak, assalomu alaykum. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Tanga bir marta Meksikada handaq qazish paytida ishchi Agua Willis yerda yarqirab turgan doirani ko'rib qoldi. U tangani axlatdan tozalashi bilanoq o'z ko'zlariga ishonmadi. Chunki qo'lida ushlab turgan tanga 3-Reyx dohiysi davriga tegishli bo'lib, tanganing pastki qismiga esa bayroq ostiga 2039-yil deb yozilgan edi. Yozuvning boshidagi ikki raqami deyarli o'chib ketgan. Kumushdan yasalgan tanga yerda uzoq vaqtdan beri turgani uchun juda achinarli holda edi. Qizig'i shundaki, tanga ustida yozuv ham bor edi. Bu 2010-yilda Meksikada faqat 5 kishi bo'lgan, haqiqiy ammo kichikroq qishloq nomi edi. Ushbu qishloq nemis mujohidlar tomonidan 1920-yilda tashkil etilgan. Ehtimol kelajakda ushbu qishloq katta shaharga aylanar. Bu hayratlanarli tasodif edi. Tangani o'rganayotgan tajribali olimlar ham hayratda qolishdi. Hozirgi vaqtda u qayerdan kelgani haqida ma'lumot yo'q. O'tmishdan qolganmi yoki kelajakdan kelganmi? Balki u umuman soxtadir. Lekin tanga haqida eshitgan ko'pchilik odamlar boshqa koinotdan kelganiga ishonmoqda. ...1934-yil iyun oyida Texas shtatining London shahri qoyalarida arxeologlar uzunligi 15 cm, diametri 3 cm bo'lgan odatdagi bolg'a topishdi. Ko'rinishdan oddiy va hayratlanarli hech nima ko'rinmasdi, lekin keyinroq topilma butunlay ohak toshga aylandi. Bir qarashda bolg'aning yog'och dastasi portlatib yuborilganga o'xshab ko'rinardi. Olimlarning fikriga ko'ra, bu element atrofida paydo bo'lgan jinsdan ancha ilgari paydo bo'lgan, ya'ni uning yoshi 140 million yilga tengdir. Olimlar yaxshiroq tadqiqot olib bordi va bolg'a yuqori sifatli metalldan tayyorlanganligini aniqlandi. Bunday sifatli metallni hatto hozirgi zamonaviy metall ishlab chiqaruvchilarda ham uchratmaysiz. Tasavvur qilyapsizmi, bir vaqtlar odamlar bolg'ani kelajakda qandaydir sehrli portallar orqali sotib olgan bo'lishi mumkin. Juda g'alati, shunday emasmi? Ammo olimlar bu topilmaga hozircha boshqa izoh bera olmayapti. Kichik soatlar. Agar siz Madan sulolasi hukmdorligi davriga oid qabrdan topilgan narsalar haqida hech qanday hayratlanarli narsa yo'q deb hisoblasangiz, adashasiz. Qabr 2008-yilda Guansing shahrida hujjatli film suratga olish paytida ochilgan. Jurnalist va arxeologlarni hayratga solgan narsa qabrdan topilgan Shveysariya soatlari bo'ldi. Avvalgi arxeologlar shunchaki uzuk topdik deb o'ylashgan, biroq uni tuproqdan tozalagandan keyin olimlar hayratda qolishdi. Ular orqa qismida zamonaviy soatlar kabi yozilgan Swiss yozuvini ko'rdilar. Shuning uchun 1644-yildan oldin Xitoyda mingta sulola hukmronlik qilgan topilma qanday g'alati ekanini tushunib yetgandirsiz. Siz 17-asrda shunga o'xshash miniatyura mexanizmni yaratish haqidagi savolga umuman bo'lishi mumkin emas deb javob berasiz. Xitoylik ekspertlarning da'vo qilishicha, qabr oxirgi 400 yil ichida ochilmaganini qayd etishmoqda. Mexanizm soatlarni esa bu yerga tushib qolishi mumkin emas. Elektr vilkasi. 1998-yilda hacker John Williams yerda g'alati tosh jismni ko'rdi. Uni qazib olib, tozalagandan so'ng unga qandaydir elektr komponenti biriktirilganligini ko'rdi. Bu qurilma inson qo'li bilan yaratilgani aniq edi va u ko'proq elektr vilkasiga o'xshab ketardi. Williams ushbu topilma to'g'risida elektronika mutaxassisiga xabar berdi. Granit toshga qisilgan qism shunchaki unga yopishtirilmagan va payvandlanmagan edi. Ko'pchilikning ishonchi komil, bu artefakt shunchaki yaxshi ishlangan soxta artefakt. Ammo William batafsilroq tadqiqot olib borishdan voz kechdi. U ushbu topilmani $500,000 ga sotish niyatida edi. Aytgancha, tosh hozirgi zamonaviy toshlardan hech qanday farq qilmaydi. Oxir-oqibat ko'p ishontirishlardan keyin olimlar bilan hamkorlik qilishga rozi bo'ldi. Birinchi geologik tahlil natijasida toshning taxminan 100,000 yilga teng ekanligi aniqlandi. Bu esa vilkani zamonaviy inson tomonidan yaratilmaganini isbotlaydi. Unda buni kim qilgan? Vaqt bo'ylab sayohat bor yoki yo'qligiga ishonish-ishonmaslik faqat sizga bog'liq. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.